Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, xudo xolasa bugun sizlar uchun chiroyli video qilamiz. Xudo xolasa foydali, manfaatli, hammaga birdek ma'qul keladigan tomoshabop, xudo xolasa nima edi, o'tirib olib mazza qilib ko'radigan, ko'ngil tushiradigan video qilamiz. Xudo xolasa akalar, bugun inshaalloh qo'y boqish sirlari haqida video qilamiz. Like bosib qo'yib, bizga obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Bugun xudo xolasa qo'chqor boqish haqida barcha xudo xolasa ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Shu aytganimdek, yaxshilab o'rnashib yo'llashagan bo'lsalaring, biz boshlaymiz. Bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'onda arzon cho'ptimchilar qishlog'ida xudo xolasa dehqon akamizning qo'ralarida xudo xolasa o'sha qo'ylarda, yaxshi qo'ylarni seleksiyaga xudo xolasa yaxshi qo'chqorlarni boqish ekan, shularni chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Inshaalloh kommentariyaga birakamiz. Qo'ra quryapti deb razmerlarini ham bir aytib o'ting deyishgandi. Chiroyli stildagi qo'rani ham razmerlarini barcha ma'lumotlarni qilamiz. Akamizni o'zlari akalar chiqishga ozgina hijol qildilar. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni o'zlaridan oldin akalar xudo xolasa sizlarga bir chiroyli qilib taqdim etishga harakat qilaman. Hammamizga akalar avvalambor shunaqa qo'chqorlardan, shunaqa qo'ylardan boqish nasib qilsin-da, biz yaxshi niyatda akalar videomizni boshlaymiz. Xo'p, akalar, mana xudo xolasa akamiz bu yerda yangi qo'chqorlarni ishlatdilar. Bu yoqda o'tgan yildan bir boqayotgan qo'chqorlari bor ekan. Xudo xolasa daromadlari juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Xudo xolasa ma'lumotlar aytib o'tamiz akalar. Dastavval qo'ramizning razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, xudo xolasa asosiy nima edi? Ko'proq qo'yga mo'ljallangan qo'ra ekan. Uzunasi akalar bunaqasiga hisoblangan 3 metr ekan. Bunaqasiga akalar o'pshi qo'ra 15 metr ekan. Endi qo'ralarni o'zini masofasi nechaga chiqishini hisoblaganim yo'q dedilar. O'pshi 15 metrdan 3 ta qo'ra qurilgan ekanlar. 2 ta qo'rasi katta, oxiridacha ozgina endi kichikroq ekanlar. Bu yerga endi kamroq qilsa ekan. Xudo xolasa chiroyli stilda o'zlari yoqadigan qilib yasagan ekanlar akalar. Qo'ramiz yangi qo'ra, xudo xolasa bu bitganiga ko'p bo'lmabdi. Nima edi, bir hafta bo'ldi xolos. Mana xudo xolasa noldan chiqarilgan qo'ra akalar. Va taglariga ahamiyat bersalaring akalar, taglari yo'lakka o'xshagan stashka emas, taglari fonli turpoq yerda o'zi akalar. Buni nimaga yerda o'zi degan akalarimizga qo'y nima edi? Namlikda akalar stashka tortib ololmaydi, o'ziga sindira olmaydi. Turpoq esa o'ziga sindirib yuboradi. Shuna hisobiga akalar nima edi? Taglar turpoq akalar go'ga sepib chiqilgan akalar. Shuni hisobiga, ya'ni qo'raning ichini stashka qilish kerak yo'q. Yo'laklarimiz akalar kengroq qilingan. Nimaga? Nima edi? Kattaroq arava bo'lsa ham aravada yem tash kerak bo'lsa ham akalar qiynalmaslik uchun 1.20 hisobida qilingan ekan yo'laklar. O'zlariga xudo xolasa tomlari pulni yog'ishdan, ham yer pulni yog'ishdan nima edi? Uch taraflarini akalar mana to'g'rilari va yon taraflari. Endi bu taraflar aka kirish qismi to'g'rida pulni shilaki bo'lakdan qirilgan akalar. Chiroyli uchun pulni shilaki bo'lak tortilgan akalar. Xudo xolasa mana har bitta qo'ralarimizni akalar ichini ham xuddi shunday shilaki blokdan qilingan, taglari akalar sement qilib shilaki blokdan qurilgan ekan. Qo'ra uzoq muddat, uzoq yil chidash uchun temir qo'yilibdi akalar. Ya'ni ustunlari temirdan qilinibdi. Yog'och bo'lsa qancha yildan keyin chirishi mumkin, lekin temir baquvvat bo'ladi degan maqsadda akalar temirdan qurilgan xudo xolasa. O'xurlar ham akalar nima deydi, buyurtma qilinmagan o'xurlar ham xuddi shu ko'p yillik chidamligi xudo xolasa ancha yil xizmat qilish uchun ham sementdan qilingan akalar. Xudo xolasa ham pul arzonroq, temir o'xurga qaraganda yengilroq tushgan akalar. Endi nima edi, metrimiz yo'q akalar, shuning uchun qarichlab bo'lchab beramiz. 2 qarich akalar. Bunaqasiga o'xiramiz 2 qarich. İç qismi bir qarichdan 1,5 qarichga yaqin akalar ichki qismi. Chunki qo'y yeyishga qiynalmaslik uchun bu tomoni akalar pastroq bo'ladi, bu tomoni balandroq bo'ladi. Ya'ni hashtag chachib ketmaslik uchun bu tomonni balandroq qilishgan, bu tomonni qo'y qiynalmaslik uchun pastroq qilishgan.
va qo'yni kalla sig'adigan joyi ham akalar bir qarishdan o'tadi. 1.20 bir qarishga mana shu qo'shiladigan 1.5 qarishdan kamroq 1.5 qarish solargan bo'laveradi. Qo'yni hol mana ko'ryapsiz, yeyishlariga hech qanaqa bir qiyinchilik tug'dirgani yo'q akalar. Yeyishda muammolari yo'q. Mana qo'chqorlar akalar bular kelganiga 9 oy bo'ldi. Shu stilda ekan. Bu qo'ylarimizda akalar buyurtma qilinibdi. Nima edi? O'zlariga zakazga olib kelishdi Qirg'izistondan. Bular sotilmas ekan akalar. Bularni sotasizmi deb so'rab ko'rdim. Obunachilar baribir qiziqishadi. Bu qo'ylarga qiziqadigan odamlar ko'p. Bularni o'zim boqaman. Xohlasa 1 yil boqaman. Ularni o'zim zakazga olib keldim deyishdi. Xudo xohlasa. Nahnavolari ham sir bo'lib qolsin deyishdi akalar. Mana ko'ryapsizlar, xudo xohlasa. Qo'rani razmerlari. Holati o'ta ham chiroyli, haqiqatan go'zal qurilgan, go'zal sifatda qurilgan akalar. Xudo xohlasa mana buni ko'tarlik semin bilasizmi, bu yerdan tepa qurilgan mana o'zi ham. Chunki mana chiqgan yo'q akalar, bu tomon nima edi, chiqib ketmasligi uchun, yo'lakni iflos qilib yubormasligi uchun atalar buni yerdan semin ozgina ko'tarilib qurilgan akalar. Buni hisobi ham bor. Eshiklari ham fonda temirdan. Ochiladi. Yopiladi. Eshik emas bu. Sal kattaroq akalar. Bitta qo'y xotirjam kirish uchun akalar bu nima edi, gruppa qo'y kirsa ham tiqilib qolmasligi uchun sal eshigini kattaroq ochishgan, qilishgan. Mana sal kengroq eshiklari ham. Xudo xohlasa ikkita qo'y akalar, ikkita qo'y birdan kirsa xotirjam kiradigan qilib eshik qurilgan akalar. Xudo xohlasa tepalarini aytib o'tdik. Fonni ana nima edi, taxtadan ichkirda fonni karabka bilan yopishganda taxta qo'yib, xudo xohlasa chiroyli qilib mustahkamlab turib qurishgan akalar. Mana uzunasi 15 metrga, yo'llagi 1.20. Xudo xohlasa qo'ylar jam juda ham chiroyli qurilgan. Qo'ralar haqida to'liqroq ma'lumot aytib o'tamiz. Usullari ham akalar 1.20 qurilgan. Qo'y sakrab o'tib ketolmaydi. Fonni nechtasi? 1 2 3 qavat shlak bo'lib qurilgan va pastga semin qilingan. Seminlar mana ko'rishingiz mumkin akalar. Qo'ra salqin nima edi? Salqin tomonda bo'lgani uchun ham shlak blokida qo'ylar qo'rani harorati issiq emas. Endi normal holatda ko'chamandan bir xil holatda turibdi. Chunki shlak bo'lib issiq urib olishi mumkin, lekin hozir bu yerga hisobiga bu qo'ra hisobiga akalar salqin joy bo'lgani uchun bu yerga issiq urilmayapti, ya'ni sezilgani yo'q issiq. Yo'qda mana xuddi o'sha ikkita bular o'tkirlik qo'shqonlar ekan. Xudo xohlasa endi shulardan foydasini ko'rib bu qo'ylarni olishdi akalar. Yoshlari 4,5 oylik, 5,5 oylik, 6,5 oylikgacha bor ekan. 6 oylikgacha o'sha qadri mana hammasini ko'rsating yuzlarini. Bir narsaga nima edi? Isbot bu, ya'ni-da qo'ziqo'ydan foyda qilib bo'lmaydi degan akalarimizga isbot tariqasi ham mana aytadilar 1 yil boqamiz, xudo xohlasa yaxshi natija beriladi deyapti. Qo'zi narsa foyda qilmaydi deb Instagramda chiqib ko'rib qoldim, shunga isboti ham akamizga mana akalar qo'zi narsani natijasi shular ham xuddi shunday bo'lgan akalar. Mana shu qo'ylar ham xuddi shu kichkina bo'lgan. Lekin buni qo'ylar akalar, mono stilda qo'ylar bulardan ancha kuchli chiqadi. Bu qo'ylar nima edi? Bu qo'ylarning zoti bulardan ancha kuchli ekan, chunki bular narxi ham arzonroq hisobda, jadal hisobda olingan ekan. Bular ham qirg'iz qo'y, lekin mana bu narsalar juda bo'lakcha narsa. Ularni o'zim sarlab olganman deyishdi. Xudo xohlasa akalar, natijasini 1 yildan keyin ko'ramiz, lekin обязательно video qilaman. 1 yildan keyin video qilaman, xudo xohlasa. Oq yuz tanlangan qo'shiq qo'ylarda haqiqatan tanlovi zo'r. Oq yuz tanlangan, quloqlar uzun, kalla garabonuslari kelishganlari, bo'yinda turadigan simjurlar haqiqatan lekin did bilan tanlangani o'zi ko'rinib turibdi qo'shiqlarda ham hammasini. Quloqlari uzun haqiqiy nima edi? Masalan, mashinaga kirganda akalar ko'rib, yemni bergandan keyin ko'rib, rohat oladigan holatda. Qirg'izistonning qo'y zo'rdan mana baramaydi ham. Ayniqsa qo'chqorlar uncha baramaydi. Mana akalar, xudo xohlasa. Nima edi? Haqiqatan juda ham chiroyli ishlangan. 2 mahal yem berar ekan. Bular yaqinda kelgani uchun hozirda ko'p emas, kamroq. Bu yerda hozir 20 ta oshiq qo'y bo'lsa kerak Qur'on ishida. Endi nechagini so'ramabman. 20 ta oshiq qo'y bor, xudo xolasa. Silos berilgan kerak. Bir tog'ara silos.
Buni hozir faqat sos o'zini ekan. Sosdan keyin bedapres berilgan, bedapres berilgan. Ularda xudo xolsa ekin bahar ertalab ikkinchi taraf hozir yem berildi bo'ldi. Soatimiz 6:17, 6:30, 6 hisobida berilgan. İşte 6'da ki ertalab ham 7:30 atrofida berilgan xudo xolasa. Qo'ylarga haqiqatan lekin gap bo'lishi mumkin, juda ham chiroyli. Hop, akalar xudo xolasa ma'lumotlarni to'lig'icha nima dedik? To'lig'icha xudo xolasa aytib o'tamiz inshaalloh. Egasini o'z bilan chiroyli qilib video qilishga harakat qilamiz. To'liqroq video kimga qiziq bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Kimga o'sha egasini o'zi bilan video qilishimiz qiziq bo'lsa kommentariy yozinglar. Chunki hozir bor hamma ma'lumotni olmadim. Ishlari bilan chiqib ketib qoldilar. Qo'ldan kelgancha video qildim, lekin xudo xolasa qo'ralar razmerini to'liq aytib o'tdim degan umiddaman. Xudo xolasa qo'ylarni endi yemini pishirish jarayonlarini ham chiroyli qilib keyingi videomizda xudo xolasa qo'yamiz. Agar kimga qiziq bo'lsa kommentariy yozinglar. Video qo'yilikmi yo'qmi? Kommentariy yozib qo'yinglar. Sog' va salomat bo'linglar akalar. Bugunga hozircha akalar shular. Xudo xolasa keyingi videoda uchrashguncha xayr.